Tasavvur qiling, siz tualetning fonini va telefonni ochib, Instagramga u yerda ko'rdingiz, sizga xabar kelgan. Unga kirsangiz esa darvoq bom yangi spoilerlar jo'natgan tualetda. Va biz bugun shularni tahlil qilamiz. Videoni boshlashdan oldin hammaga salom, sizlar bilan men Liyos. O'zingizga yeb ichishga narsalar olib kelib olinglar. Biz esa videoni boshladik. Va do'stlar, men birinchi uchratda mana buni tahlil qilamiz. Ya'ni bu biz tualetda oldin shunaqa, xuddi shunaqarog'ini ko'rganmiz. Oldingi nima edi? 71 epizod yoki 72 epizod chiqishidan oldin shunaqa ani tashlagandi. Bum, faqat men uni boshqadan ko'rdim, lekin buni ko'raman. Ya'ni bu mana bu orqasida ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bolalar, va mana biz birinchi spoilerimiz. Bu spoilerda biz mamlaqa basharasi yomon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Va oldida mana ko'rasizlar, qaranglar. Mana ko'rishingiz mumkin, bunaqa narsa Astro Malikada ham bor. Adashmasam emas, aniq. Demak, nima qilishimiz mumkin? Tushunishimiz mumkinki, bu xuddi Astro Malikaga o'xshagan, захватилство qilib olingan Skibidi-ligini, Astro Skibidi-ligini va ko'zini ko'rishingiz mumkin. Barcha Skibidilardan farqli o'raloq ko'zi vashshi qizarib yotibdi. Mam yo'g'idan ham yaxshilab ahamiyat bersanglar, agar yaxshilab ahamiyat bersanglar, qaranglar, xuddi ana Titan TV menga o'rnatilgan poyezd narsasiga o'xshaydi. Uzr, poyezd deganim uchun, chunki shunaqa. Bo'lmasam nima deb aytamiz? Yatroga shikolat beruvchi deb aytamiz biz ham buni. Va o'shani o'rnatganini ko'rgandik va xuddi o'shanga birga bir o'xshaydi. Xo'p, unda ikkinchi nimaga o'tamiz. Va mana biz ikkinchi spoilerga o'tdik va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, Gigant TV, ya'ni oti nima edi? Falsafiymi, nima edi? Xolos, ekran tagida chiqaraman gapi. Xo'p, bu Polisfali. Mana Gigant TV, Polisfali. Unga esa men bu ikkita berishibdi yoki o'zi ikkitamidi? Yo'q, bitta edi oldingi qismlarida va unga ikkita berishibdi. Bu yerda esa Astro Skibidi, chunki ko'zi qizilligidan bilib olishimiz mumkin. Va oldida mana bu yonayotganiga qaraganda, demak, bu xuddi ana joylar. Urush bo'ladigan joylar bor. Xuddi o'sha joyda tasdiqlanadi. Uchinchi spoilerda ko'rishimiz mumkin, bu yerda Tvidadaga o'xshagan yoki Tvidadami? Chunki yuzdan uncha tanimadim. Adashmasam Tvidada boshqacha edi u. Va shu ko'rinishi anchagina boshqacha edi. Menimcha bu boshqacha Tvidadaga o'xshagan personaj va qo'lida ko'rishingiz mumkin qilichlari bor. Oldida esa olov, bu degani u kulib turibdi. Demak, ana nima edi? Spoilerdagi, yana bir spoilerdagi, oldingi spoilerdagi kulib turadigan TVman bor. Demak, mashidir va da yozib qoldirgan. Which shall soon be over. Iltimos kuting, bu oxir emas degan ma'noni bildirsa kerak. Men o'zim aniq qildim. Like bosim. Xo'p, 4-chi spoiler. Men bu yerda ko'rishingiz mumkinki, bu yerda bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta kichkina Skibidi, ya'ni Astro Skibidi va bitta gigantozavr Skibidi. Ular esa kimlargadir qarata o'q otmoqda. Atmosfera esa, bu atmosferani men bilmadim qaysinga, lekin umuman o'xshatolmadim bitta ham joyga. Keyingisi, ya'ni 5-inchisi. 5-inchi spoiler esa mana bu yerlarni ko'rishingiz mumkinki, polностью qora osmon, yer olov va bu kimligini yaxshilab ko'ringlar. Men esa ko'ramadim bu kimligini. Menimcha bu bironta Astro Skibidi. Chunki ko'rishingiz mumkin rangidan va mana bu yerda nimadir deb yozilgan, qaranglar.
Lekin bu iter lekin yaxshi o'qiy olmadim. Chunki buni bilmadim. 78-epizodniki. Bu hamma spoilerlar. Va mayli. 6-ga. 6-da ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha gigant kameramen Titanni kichkina varianti, ya'ni gigant kameramen varianti. Va bu yerda Kokolov, mana Kokolov yana qayerdan kelganini bilmayman. Nimani ko'rishingiz mumkin. Qolgan joylar esa olov bo'lib yotibdi. Va yo'li olov polностью. Orqasida esa qanaqadir bino bor. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Mana burchida. Menimcha bu boyaga o'xshaydi. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Keyingisida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Naxt 6ta astroskibidi, ya'ni katta astroskibidilar va orqasida shaharlar, binolar. Hamma yer olov bo'lib yotibdi. Bu menimcha oxirgi anonimiz, spoilerimiz. Va osmon esa g'alati rangda doimgidek. Menimcha shunchasi yetadi, chunki men boshqacha o'ylab topa olmadim yoki-da bilmadim. Ani tuzishimiz mumkin. Teoriya, ya'ni kichikgina teoriya. Demak bo'ladiki, astrolar hujum qilishadi. Oddiy skibidi va kameramenlarga. Ular esa qochib qolishadi. Ya'ni bu birinchi spoilerdan qarab tursangiz, demak, bu yerda TV menlar ham yordam berib yorishadi. Demak, hamma har xil joyda, ya'ni har xil lokatsiyalarda bo'lib o'tmoqda. Shunday qilib, bunda videoni tugatsak bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, video tugadi. Sizlar bilan men o'zi bo'ldim. Va kichikgina videochamizni ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Aytgancha do'stlarga ham jo'natishni unutmanglar. Sizlar bilan men